Şey zo'r lekin hali nima deydi ijobiy ta'sirlari zo'r bo'ldi. Rahmat kattakon. Juda ham yaxshi Bahodir aka, xursandmiz. Aynan ikkita flakonni ichib shuncha natijani ko'rdingizlarmi Bahodir aka? Ha, bittadan ichdik, ikkovimiz bittadan ichdik xolos. O'zi o'rtada haligi siz 3 tadan deb aytdingiz. Hali o'rtaga endi ro'za oyi tushib qoldi, ayni olganimizda hali 2 tadan ichib turdik. Endi hozir oz qoldi o'zi tugaydi. Juda ham yaxshi Bahodir aka. O'zi aslida nechta kurs sizlarga tavsiya qilishgandi? Ikkita deyishadi, endi boshiga bittadan ichib ko'raylik dedik. Ta'sir doirasini bilib, keyinroq ikkinchisini xarid qilamiz ta'sir doirasini bilib. Yana keyin aytamiz. Juda ham yaxshi Bahodir aka, xursandmiz. Natijalari zo'rligidan akajon ta'sir qilganidan. Rahmat sizlarga ham kattakon. Salomat bo'ling. Savollaringiz yo'qmi unda Bahodir aka bizga? Yo'q, savollar yo'q, yana ichib o'tsak, xolos endi hali auditoriyani kattaroq qilib telefon qilaman, yana o'ziga Bahodir. Bo'ldi Bahodir aka. Nomerimni saqlab chiqib qo'ying. Qanaqadir savollaringiz, mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, yetkazib beramiz akajon manzilingizga. Farg'onadansiz aka? Ha, Farg'ona, Qo'qon shahridan. Qo'qon shahridan. Bo'ldi akajonim, o'zingiz ehtiyot qiling, salomat bo'ling, charcha. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling.